Hammaga salom. Islom Maxachev ilk bor ikkinchi kamarni himoya qilish jangini osonlikcha o'tkazgani yo'q, ammo endi bu o'tmishda qoldi. Bugun esa biz kelajak haqida gaplashamiz. Aniqrog'i, chempionlik kamari atrofida aylanib yurgan akulalar haqida. Chunki Maxachev boshqa vazn toifasiga ko'tarildi. Bu yerda hamma narsa boshqacha. Bu vaznda raqiblar kattaroq, kuchliroq. Eng muhimi esa avlod o'zgargan, yosh, juda tajovuzkor, har tomonlama tayyorlangan jangchilar. Kuchli kurashchilar va zarbachilar paydo bo'lgan. Oddiygina taqqoslab ko'ring. Maxachev yarim o'rta vaznda Madalena va Geri bilan deyarli 32 daqiqa kurash olib bordi, ammo birorta ham nokaut yoki bo'g'ish orqali yakun bo'lmadi. Eng muhimi, hatto yakunlashga yaqin vaziyatlar ham juda kam bo'ldi. Holbuki yengil vazndagi janglarida u partiyada jami 28 daqiqa o'tkazib, 5 ta jangni muddatdan avval yakunlagan edi. Madalena ustidan 19 daqiqa, Geri ustidan 12,5 daqiqa nazorat o'rnatish albatta bu katta natija, lekin yakuni yo'q. Ba'zi paytlarda raqibni yiqitish uchun ham Maxachev ancha kuch sarflashga to'g'ri keldi. Demak, Islom uchun xavf ortib boryapti va bir kun kelib uning ustidan sensatsion g'alaba qozona oladigan haqiqiy maxluq paydo bo'lishi ham mumkin. Bugun biz Islom Maxachevning eng yaqin ehtimoliy raqiblarini ko'rib chiqamiz, eng shov-shuvli, eng qiziqarli va eng xavfli jangchilarni. Maxachev uzoq tanaffus olishni reja qilmayapti, tez orada qaytadi. Shunday ekan, like bosing va tahlilni boshlaymiz. Birinchi va eng mantiqiy nomzod Carlos Prates. Bu yigit haqiqiy zarba mashinasi. UFC'da 7 ta g'alabasining barchasini nokaut bilan qo'lga kiritgan, faqat bir marta mag'lub bo'lgan. Va qarang, u kimlarni qanday nokaut qilgan. Li Jingliang, Magny, Leon Edwards va yaqinda Jack Della Maddalenani. Uning yagona mag'lubiyati Ian Garry tomonidan keltirilgan. Lekin o'sha jangda Garry deyarli butunlay kurashga urg'u berdi. U Prates bilan ochiqcha zarba almashishdan juda ehtiyot bo'ldi va imkon topilishi bilan oyoqqa hujum qilishga harakat qildi. Shunga qaramay, Prates barchani o'zining chidamliligi bilan hayratda qoldirdi. 5-raundga kelib aynan Garry charchab qoldi. Prates esa uni jang oxirida nokautga yaqin holatga olib keldi. Prates bu haqiqiy stand-up jangchisi, masofani yaxshi his qiladi, klinchda tizza va tirsaklardan foydalanadi. Va uning eng katta quroli uning juda og'ir zarbasi. Ian Garry u bilan jangdan keyin uning zarbasini trak, ya'ni yuk mashinasidek ta'kidlagan. Haqiqatan ham bu yigit juda og'ir zarba beradi. Bundan tashqari u bosimdan qo'rqmaydi, kurashga qarshi tura oladi, parterga tushib qolganida vahimaga tushmaydi. Leon Edwardsga qarshi o'sha jangdagi mashhur holatni eslang, bu kadr allaqachon memga aylangan. Ammo Maxachev uchun Prates bilan jangning ijobiy tomoni ham bor. Agar Pratesni Garry kurashda qiynagan bo'lsa, Maxachev kabi yuqori darajadagi kurashchiga uni yiqitish ancha osonroq bo'lishi mumkin. Ayniqsa Garry Maxachevdan keyin yana oyoqqa turishga majbur bo'lganini hisobga olsak. Shuning uchun bu jangda Islom parterda katta ustunlikka ega bo'lishi mumkin, balki hatto jangni muddatdan oldin ham yakunlash ehtimoli katta. Lekin biroq Garry bilan jangda ba'zi xatolarga yo'l qo'yish mumkin edi. Unga zarba berib masofani saqlash, high kick ishlatish yoki ochiq jang qilish mumkin edi. Pratesga qarshi esa bunday hazil qilish mumkin emas. Chunki bu yigit bitta zarbaning o'zidayoq jangni tugatishi mumkin. Agar Garry nokautchi bo'lmagan bo'lsa, Prates haqiqiy jangovar samuray. Shuning uchun unga qarshi oyoqqa hujum qilishni deyarli jangni birinchi soniyasidan boshlash kerak bo'ladi. Xuddi Hamzat Chimayev uslubida. Bu Islom Maxachevning faoliyatidagi eng kuchli zarbachi bo'lish mumkin. Ha, uning butun faoliyatiga qarang. Geji, Pori yoki boshqa kuchli zarbachilarni bir joyga yig'sangiz ham Pratesning zarba aniqligi, tezligi, taymingi va xavfliligi bilan solishtirish qiyin. Men bu jangni juda shiddatli bo'lishini kutaman. Prates oddiy raqib emas, u xavfli, faol va g'alabaga chanqoq da'vogar. Shuning uchun ham Maxachev va Prates jangi juda qiziqarli bo'ladi. Siz Rossiyada ishlaysiz va har doim uyingizga turli xil sinalmagan ilovalardan pul yuborib, juda ko'p pand yeyapsizmi? Unda Tezda ilovasi aynan siz uchun. Tezda ilovasidan ayni paytda 500 ming yaqin insonlar foydalanib kelishmoqda. Ilova orqali Rossiyadan turib uydagilarni Uzcard va Humo kartalariga yuqori kurslarda pul yuborishingiz mumkin. Hoziroq ilovani yuklab oling. Tezda sinalgan ilova. Ikkinchi yaqqol nomzod Michael Morales. 19 ta jang, 19 ta g'alaba. Mag'lubiyatsiz, yosh va yarim o'rta vazn uchun juda katta gavdaga ega. Uzun qo'llar, kuchli atletizm va tobora ishonchli bo'lib borayotgan stoykasi bor. Morales xavfning butunlay boshqa turi. U Prates kabi portlovchi zarbachi emas, u ko'proq tizimli jang qiladi. Stoykada kuchli, masofani yaxshi nazorat qiladi va kurash bo'yicha ham jiddiy bazaga ega. Xususan dzyudo elementlari yaxshi rivojlangan. Qisqasi, u kuchli, katta gavdali, universal va juda iqtidorli jangchi. UFC'da allaqachon Gilbert Burns, Sean Brady va Neil Magny kabi kuchli jangchilarni mag'lub etgan. Va eng qizig'i, ularni juda ishonchli tarzda yenggan, deyarli terlamagan ham. Lekin Moralesning hozirgi asosiy muammosi faollik.
Islomning aytishicha Morales yaxshi jangchi, lekin u oxirgi marta qachon jang qilganini eslash qiyin. Prates esa doim jang qiladi. Morales esa ancha kam oktagonga chiqadi, ammo agar bu jang amalga oshsa, uslubiy jihatdan u Pratesga qaraganda ham murakkabroq bo'lishi mumkin. Nega? Chunki Morales katta, baland va uzun. U masofani yaxshi ushlab turadi. Qo'llari juda yaxshi ishlaydi, kurasha oladi. Klinchda esa vahimaga tushmaydi. Bundan tashqari uning yoshligi va jismoniy baquvvatligi ham katta ustunlik. U 34 yoshli, juda og'ir janglardan o'tgan chempionga qarshi chiqadi. Moralesni yangi avlodning universal jangchisi deb atash mumkin. U xavfli, chunki undan aynan nimani kutishni oldindan bilish qiyin. Qaysi uslubga tayyorlanish kerak? Uni uzoq vaqt kurashda ushlab turishning iloji bormi? U qanchalik yaxshi nafas oladi? Islomning o'zi qanchalik uzoqqa yetadi? Stoykada nima bo'ladi? Mana shu savollar juda qiziq. Agar Makhachev uchun kim xavfliroq ekanini tanlash kerak bo'lsa, men Moralesni Pratesdan ham xavfliroq deb hisoblagan bo'lardim, chunki Prates bilan hech bo'lmaganda hamma narsa tushunarli. Biz uni qanday yengilganini ko'rganmiz, lekin Morales hali mag'lubiyat nimaligini bilmaydi. Ayni paytda UFC Prates va Moralesni o'zaro jang qildirish haqida o'ylayotgani ham aytilmoqda. Shunda kim haqiqiy birinchi raqamli da'vogar ekanini aniqlash mumkin bo'ladi va bu jangning o'zi ham juda qiziq bo'lardi. Xulosa qilib aytganda, Makhachev hozir UFC tarixidagi eng kuchli jangchilardan biri. U juda ko'p raundlarni nazorat qilgan, jang vaqtining katta qismini o'z foydasiga o'tkazgan. Yutqazilmagan raundlar seriyasi bo'yicha u Habib darajasida, ayrim ko'rsatkichlarda esa Jon Jones va Jorj St-Pierre kabi afsonalardan ham yuqorida. U faoliyatining boshidanoq og'ir janglardan chiqib kela oldi. Reja bo'yicha ketmayotgan janglarda ham g'alaba qozonishni biladi. Jang oldidan katta bosim ostida qolmaydi va eng muhimi mental jihatdan hech qachon sinmaydi. Ammo yarim o'rta vazn butunlay boshqa hikoya. Bu yerda raqiblar kattaroq, kuchliroq, chidamliroq. Va hozir Islom oldida ikki xil uslubdagi juda xavfli da'vogar turibdi. Biri Prates, Braziliyadan chiqqan zarba mashinasi, ikkinchisi Morales, yosh, katta gavdali va universal jangchi. Bu ikkalasi bir-biridan butunlay farq qiladi va aynan shuning uchun ham bu juda qiziq. Habibning faoliyatidagi so'nggi janglarini eslang. Conor zarbachi, Poirier zarbachi, Gaethje zarbachi. Ularning barchasida jang natijasini oldindan taxmin qilish nisbatan oson edi. Makhachevda esa vaziyat butunlay boshqacha. Uning oldidagi har qanday jang haqiqiy sinov bo'ladi. Bu shunchaki kamar himoyasi emas. Bu buyuklikning yana bir sinovi. Makhachev allaqachon UFC tarixidagi eng buyuk jangchilar qatoridan joy olgan. Ko'pchilik uni St-Pierre kabi afsonalardan yuqoriga qo'yadi. Silva bilan ham taqqoslash mumkin va ehtimol uning buyukligi haqida faqat Jon Jones bilan bahslash mumkin. Ammo bu jangchilarning deyarli barchasi faoliyatini yakunlagan. Makhachevning esa hikoyasi hali tugamagan. Endi eng qiziq savol shu: uning keyingi raqibi kim bo'ladi? Pratesmi yoki Moralesmi yoki Shavkat jarohatdan tiklanib qaytadimi? Sizningcha Makhachev uchun eng xavflisi kim? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar shu formatdagi tahlil video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bu juda muhim va yana videolar chiqarishda motivatsiya bo'ladi. Keyingi janglarni ham birgalikda tahlil qilamiz. Sizlar bilan kanal admini Nodirbek bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.